Jam! Jim o'tirish! O'ldirib tashlayman agar qaysi biring to'paloqsiz. Ikkovingni o'ldiraman. Ay! Voy tavba qildim. Bu baqirishlardan katta insonning yuragi ham g'alati bo'lib qoladi-yu, eshitganda. Jajji bog'cha bolalari qanday chidadi ekan? Ayni shu kabi holat Buxoro viloyatida joylashgan bog'chalardan birida sodir bo'lganligi haqida video tasvirlar tarqaldi. Bolajonlarni bayramga shunaqa tayyorlaydimi? Bu qarg'ishlarni eshitdi-yu, senga o'xshagan, bolalarni yuragini yoradigan, asabi chatoq tarbiyachilar qirilib ketsin degimiz keldi. O'ldiraman o'zi ikkalasini. Chiq. Seni to'g'ri turniga tushasan o'zi. To'g'ri. Aniq bo'lishicha, holat joriy yilning 10-dekabr sanasida sodir bo'lgan. Holat yuzasidan Buxoro viloyati maktabgacha va maktab ta'limi boshqarmasi axborot xizmati o'zining rasmiy Telegram sahifasida rasmiy munosabat bildirdi. Ma'lum qilinishicha, ijtimoiy tarmoqlarda keng tarqalib, ko'p muhokamalarga sabab bo'layotgan ushbu video tasvirlar Buxoro tumanida joylashgan davlat xususiy sheriklik asosida faoliyat yuritayotgan maktabgacha ta'lim tashkilotida olingan. Tarbiyachining xizmat vazifasini bajarishda qo'pol xatti-harakatlarga yo'l qo'yganligi sababli u bilan tuzilgan mehnat shartnomasi bekor qilindi.